alaykum hammaga. Men birinchi kun kelganimda dodlab qochuvdim, olmayman deb. Hozir Allohning qudrati bilan o'zim yugurib kelyapman. Anaqasini bilganim uchun foydasini. Jamshid akamdan Alloh rozi bo'lsin. Sababchi qilganiga rahmat, shukr Allohga. Jamshid akasiga ham rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ancha yaxshi. Anaqa qilib sajdada namoz o'qimasdim. Yuragim urib, boshim anaqa miyam oldiga tushib ketardi. Xuddi o'qisam. Hozir bemalol Allohga shukr sajdaga borib o'zim namoz o'qiyapman. O'tirib o'qiyman. Oyoqlarim 50 yashar, 60 yashar kampirga o'xshab qasilab ketadi. Hozir yo'q, alhamdulillah o'tirib o'qiyapman. Ushgani bor, qolgan og'riqlar kamayyapti, Allohga shukr. Kelmayman deb dodlab ketdim, bilmayman qanaqa kelyapman. Yaxshi bo'lganim uchun Allohga shukr, o'zim yugurib kelyapman. Ko'rishingiz qanaqa? Ochkisiz ham ko'ryapsizmi? Tuman edi. Hozir ochkisiz yuzlarni ko'ryapman. Yuz ko'rmasdim. Hozir Allohga shukr yuz ko'ryapman. Faqat kiyimidan tanirdim, odamdan doshidan. Hozir yo'q. Ochki kiyimni yechib qarasam ko'ryapman. Allohga shukr, ancha yaxshi. Boshlarim og'rimay qo'ydi. Yaxshi hammasi, Allohga shukr. Yaxshi. Yuraklaringiz ham yaxshi. Uyqular. Uyqum turg'izar. Bomdod kamallar. Turyapman, keyin yana yotib uxlasam, Allohga shukr yaxshi uxlayapman. Keyin yana nima aytmoqchidim? Hozir esimdan chiqqan. Shu hammasi yaxshi bo'ldi. Yuragim dori ichmasam umuman tura olmasdim. 2 mahallab ichardim yurak dorimni. Hozir necha kun bo'ldi? 1 hafta, vallahi 1 haftadan oshdim. Ichmayapman hozir dori. Allohga shukr yaxshi yuragim. Bugun ham yuragimga qo'ydilar. Yaxshi bo'ldim, Allohga shukr. Rahmat Jamshid aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yaxshi. Alloh mehribon zot, shifoyi komil shifoyi ato etgan bo'lsin. Inshaalloh. O'zidan boshqaga muhtoj qilmasin, o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Va sallallohu taala ala xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mana sizda natijalar juda yaxshi. Bundan buyog'i o'sha men aytgan o'sha Ya Basir ismini ko'proq etib, Allohga hamd etib, shukronalar bildirib, o'sha boyaga sajdalaringizda bemalol mana hozir hech qanaqa loqillashlar yo'q, titrab ketishlar yo'q. Mana bemalol o'sha sajdalaringizda ham Allohdan so'rang. Mana o'shalarni yana ham pochkalaringiz ham mana ancha yaxshi. Bundan tashqari atyoklar atyok juda yomon edi sizda. Hozir 10 kunda o'sha bilindi, tashqariga chiqolmay ham qoldim o'sha siqqanida. Ani xuddichi pochkam yurakka o'xshab mana bunaqa nafas olyapti, o'sha pochkam siqyapti. Hozir anchadan beri olgan